vatanining mustabidlar zulmidan ozod bo'lishini, millati, farzandlarini sharafga to'lganlar qatorida ko'rishni orzulagan xalqimizning qalbi uyg'oq farzandlari, jadid adabiyoti namoyandalari bugun yana o'z o'quvchilari bilan yuzlanmoqda. Jadid adabiyoti namoyandalari ruknida tayyorlangan kitoblarni o'qir ekan, kitobxon o'zini shu vatanning ongli fuqarosi, vatani va millati qadri uchun mas'ul inson sifatida namoyon qilishga o'zida jur'at topadi. Abdulla Qodiriy 20-asr yangi o'zbek adabiyotining ulkan namoyandalaridan biri. O'zbek romanchiligining asoschisi, 20-yillardagi muhim ijtimoiy-madaniy jarayonlarning faol ishtirokchisi. Bobon oilada tavallud topgan. Otasi Qodir Boboxon beklar qo'lida sarbozlik qilgan. Rus bosqinida Toshkentda mudofaada qatnashgan. Abdulla Qodiriy yozuvchi, shoir, dramaturg. 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrining Eski Jo'va mahallasida tavallud topgan. Adibning otasi Qodir Bobo 1820-1924-yili beklar qo'lida sarbozlik qilgan. Rus bosqini paytida Toshkent mudofaada qatnashgan. Abdulla Qodiriy asarlari birkam dunyoning ko'zlariga tik qarab yashashni o'rgatadi. Abdulla Qodiriyning buyuk iste'dod bilan yo'g'rilgan asarlari millatparvar to'lg'oqlarning nojilarida o'zbekning dardu hasratlari va orzu-umidlarining tirik aksi bo'lib dunyoga keldiki, oqibat butun bir xalqni uyg'otdi. Kitobxon qalbini uyg'otadigan, faqat o'zini emas, butun bir xalqni taqdirini o'ylashga majbur etadigan Abdulla Qodiriy asarlarining dunyoga kelishi o'zbek xalqining ma'naviy hayotida ulkan bosqich bo'ldi va undagi g'oyalar millatimiz tafakkurida, ongu ruhida o'chmas bir vasiyat yangilab muhrlandi. Shunday asarlardan biri Mehrobdan chayon. Asarni Mehrobdan chayon deb atash ziyoli ulamolarni qahramon qilib tanlashdan murod muqaddas dargoh, sajdagohdan chiqqan o'sha dargohga munosib, munofiq, qallob, tuban kimsalarga, hasadgo'y, e'tiqodsiz kishilarga ishoradir. Anvar bilan Ra'noning sevgi sarguzashti, qalb nazokati shoirona tarannum etilgan. Maktabdor Solih Maxtumning yumoristik obrazi adabiyotshunoslar tomonidan yozuvchining jiddiy yutug'i deya hisoblandi. Asar uzoq yillar davomida juda ko'p marotaba qaytadan nashr etilgan.